Demak, katta shoxlari mana rovna 50 ta kattamiz turibdi. Standart 20 ming so'm talla olishga. Luboyni o'rasida ko'ramiz. 20 ming so'm, ammo kamroq xapo bo'lish yo'q. Bitta 20 ming, 25 ming olingani ham bor. 30 ming, 40 minglik kaptarimiz ham bor ichida. Faqat pul bo'shatishga 20 dan lashim. Buruga kaptalar, tepalarda ham bor ekan. 50 ta rovna turibdi. Yo'q, aka, bu kamroq qiladi desalar, tepertani 100 ta tashab beraman. Buruga mana shu kaptalar bor. 30 tasi buruga mana shu degan. 20 mingdan 1 so'm kamroq xapo bo'lish bo'lmasin. 15 ming, 18 ming olingani bor. 20 ming, 25 ming olingani ham bor ichida. Asosan 20 ming, 15 ming, 18 minglar. Terib olishga bu. 20 ming so'mdan terib olasizlar. Buni kamiga beramiz ammo. Olib qo'yish ham yo'q. Kelasizlar, pulni berasizlar, olib ketaverasizlar. Nasiyaga ammo yo'q. Xafa bo'lish bo'lmasin. Nasiyaga sotilmaydi, o'zi nasiyaga olib kelinadi aka buni. To'g'ri tushunasizlar. Biriga pulim yetmadi, biriga. 20 mingdan 30 tasi 600 ming bo'ladi. Bu yo'qda pulim yo'q uchun xafa bo'lish bo'lmasin. Nasiyaga bermaydi lekin. Tanlab terib olib ketaverasizlar.